Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: ey muslima ayollar, bir muslima qo'shni o'z qo'shnisi uchun biror bir narsani tahqir sanamasin, kichkina deb bilmasin, arzimas deb bilmasin va agar chandiki qo'yning pochasi bo'lsa ham dedilar. Muttafaqun alayh. Ayollarga tegishli gap bo'lyapti bu yerda. Demak, ayollarda avvalgi paytlarda juda ham bir yaxshi odatlar bor edi, hozir ham bor, kamayib ketdi. Ayniqsa qishloq joylarda hozir ham bor. Bir tansiq taom pishirsa, bir kosa olib kiradi qo'shninikiga. Shaharda ham bor, mahallalarda bor mana shu narsalar. Bitta tarilkada yoki bitta idishda tansiq taomni bir-birlariga ulashadi ayollar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilish bu. Mana shu bitta sunnatni deb ayollar qancha buyuk ajrga ega bo'ladi. Sunnatga amal qilish bilan insonni qalbiga nur kirib boraveradi. Insonni nuri, iymoni quvvatlashadi. Demak, endi bu hadisdan olinadigan xulosa shuki, qo'shnilar, ayniqsa ayol qo'shnilar bir-birlari bilan o'sha taomlarni ulashib turishlari mustahabli, fazilatli amal ekanligiga dalolat qiladi.